2025-yil BYD Leopard 8 modelini taqdim etgan zahoti katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Bu katta o'lchamli SUV futuristik dizayni BYDning Dual Motor Off-Road platformasi bilan birlashtiradi. Ya'ni bu tizim aynan og'ir yo'llar uchun maxsus ishlab chiqilgan gibrid kuch tizimiga ega. Lekin asosiy savol: Leopard 8 shunchaki ko'rgazma uchun ishlab chiqilgan mashinami yoki haqiqatan real off-road sharoitlarini yenga oladimi? Keling, buni aniqlash uchun uning kuch tizimi, shassi, texnologiyalari va real hayotdagi imkoniyatlarini tahlil qilamiz. Leopard 8 ning yuragi bu BYDning DMO platformasiga asoslangan plug-in gibrid tizimidir. U turbinali benzin dvigatelini old va orqa o'rqlariga o'rnatilgan ikkita elektr motor bilan birlashtiradi. Bu tizim quyidagilarni ta'minlaydi. Konfiguratsiyaga qarab 500 ot kuchidan oshadigan umumiy quvvat, tik qiyaliklarga chiqish yoki toshli yo'llarda harakatlanish uchun ideal bo'lgan g'ildiraklarga darhol yo'naltiriladigan elektr momenti, qisqa off-road yo'llarda sokin va zaharli gazlar chiqindilarisiz yurish uchun tanlanadigan EV rejimi, pastga tushishda batareyali qayta zaryadlanadigan regenerativ tormoz tizimi shular jumlasidan. An'anaviy benzinli yoki dizel motorli off-road SUVlar bilan solishtirganda ushbu gibrid yondashuvi tezkor javob va murakkab yo'llarda yaxshilangan yoqilg'i samaradorligi kabi o'ziga xos ustunliklar beradi. Ko'plab SUVlar yengil avtomobil platformasiga qurilgan bo'lsa, Leopard 8 esa Toyota Land Cruiser kabi ramali konstruksiyaga ega. Bu uslub aynan afsonaviy yo'l tanlamaslarda qo'llaniladi. Ramali konstruksiya quyidagi afzalliklarga ega: ekstremal sharoitlar uchun yuqori mustahkamlik va chidamlilik, pastki qismlarda yaxshiroq himoya, katta yuk tortish va ko'tarish imkoniyati. Adaptive suspension yoki moslanuvchan osma tizimi va sozlanadigan clearance bilan birga Leopard 8 chuqur izlar yoki toshli yo'llarda kirishda o'zini baland ko'tarishi mumkin. Magistral yo'llarda esa aerodinamikani yaxshilash uchun pastga tushadi. Leopard 8 off-road haydashni ancha osonlashtiradigan zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan. Qog'ozda Leopard 8 kuchli ko'rsatkichlarga ega. Yaqinlashish burchagi taxminan 30 gradus, chiqish burchagi taxminan 29 gradus, yo'l oralig'i 220 mm dan yuqori, suvdan o'tish chuqurligi 890 mm gacha. Bu ko'rsatkichlar uni jiddiy off-road SUVlar qatoriga qo'shadi. Xitoydagi dastlabki sinovlarda bu avtomobil tik tuproq yo'llarda bemalol chiqishi, suv to'siqlaridan o'tishi va qumda harakatlanib ham tezlikni yo'qotmasligini ko'rsatdi. Shu sababli Leopard 8 nafaqat dam olish kunlari, balki kundalik shahar haydovi uchun ham juda mos keladi. Ushbu avtomobilni sayohatlarga chiqishni sevuvchilar, tejamkor SUV xohlaydiganlar, xavfsiz va zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan avtomobil izlayotgan katta oilalar uchun ishlab chiqilgan. Leopard 8 saloni qo'pol off-road uslubidagi dizaynni zamonaviy qulaylik bilan uyg'unlashtiradi. BYDning D-Link tizimi bilan jihozlangan katta sensorli ekran, teri o'rindiqlar va yumshoq materiallardan iborat premium bezaklar, kengroq va ochiq hissiyot beruvchi panoramali tom, jihozlar kemping anjomlari yoki yuklar uchun keng bagaj hajmi shular jumlasidan. Xo'sh, BYD Leopard 8 haqiqatan ham yo'ldan tashqarida harakatlana oladimi? Albatta ha. Bu shunchaki ko'rinishi dag'al shahar SUV emas. Bu maxsus platformalarda qurilgan jiddiy gibrid off-road avtomobil. Uning gibrid momenti, ramali konstruksiyasi, moslanuvchan osma va aqlli off-road texnologiyalari uni uzoq yillardan beri bozorni egallab kelayotgan raqobatchilar bilan teng darajaga olib chiqadi. Elektromobillar butun avtomobil sanoatiga bo'lgan qarashlarni o'zgartirmoqda. Yo'llarda eng zo'r deb o'ylagan elektrokarni ko'rganimizda, qandaydir vaqt ichida qaysidir avtokompaniya undan ham yaxshiroq mashinani ishlab chiqarayotganligi xabari tarqaladi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, BYD raqobatchi kompaniyalarning undan ham yaxshi mashina ishlab chiqarishini kutib o'tiradigan kompaniya emas. Yaqinda BYD kompaniyasi Yuan Plus modelining eng yangi versiyasini taqdim etdi. Bu model Xitoydan tashqarida ko'pchilikka Atto 3 nomi bilan tanilgan. Ushbu mashhur elektromobilning yangi talqini to'liq qayta ishlab chiqilgan bo'lib, u avtomobilning haydash xususiyatlari va batareyani qanchalik tez zaryadlanishini tubdan o'zgartiradi. Yangi BYD Yuan Plus aslida Plus termini inglizcha talaffuzda Plus bo'lsa ham, tushunishga oson bo'lishi uchun Plus deb talaffuz qilamiz. Xullas, yangi model eskisiga qaraganda ancha kattaroq hajmga ega bo'ldi. Uning uzunligi 4666 mm, kengligi 1895 mm, balandligi 1674 mm ni tashkil etadi. G'ildirak bazasi ham 2771 mm gacha uzaygan. Muntazam ravishda oziq-ovqat yoki sport jihozlarini tashishga to'g'ri keladigan odamlar uchun qo'shimcha hajm ham juda qulay bo'ladi. Mashina 18 yoki 19 dyumli g'ildiraklar bilan yo'lda yanada barqarorroq va mustahkam ko'rinadi.
Eng katta o'zgarishlardan biri BYD motorini mashinaning orqa qismiga ko'chirdi. Bu avtomobilning boshqaruviga ijobiy ta'sir qiladi. Quvvatning orqa tomonda bo'lishi odatda mashinani sportchi va muvozanatliroq his qildiradi. Shu bilan birga BYD bu modelni haydash uchun yanada qiziqarli qilishni maqsad qilgan. Quvvat ko'rsatkichlari ham oshirilgan. Haydovchilar ikki xil motor variantlaridan birini tanlashlari mumkin. Asosiy versiya 200 kW quvvat taklif qilinadi. Bu 272 ot kuchiga teng. Yuqori dinamikani xohlovchilar uchun 240 kW, ya'ni 326 ot kuchiga ega variant ham mavjud. Oilaviy SUV uchun bu juda katta kuchli ko'rsatkich bo'lib, tez harakatlanadigan magistral yo'lda hech qanday qiyinchiliksiz yuqori tezlikka chiqishni ta'minlaydi. Mazkur raqamlar BYD Yuan Plus modelini o'z sinfidagi boshqa elektromobillar bilan raqobatda kuchli pozitsiyaga olib chiqadi. Modelning batareya texnologiyasi BYDning eng ko'p faxrlanadigan yo'nalishlaridan biri. Yangi model allaqachon xavfsizligi va yupqaligi bilan tanilgan ikkinchi avlod LED batareyadan foydalanadi. Uning ikkita batareya sig'imi mavjud bo'lib, kichikroq varianti 57,5 kWh to'liq zaryadda yangi BYD Yuan Plus modelini CLCC siklida 540 km yurish imkonini beradi. Kattaroq batareya esa 68,5 kWh bo'lib, 629 km atrofida yurish masofasini ta'minlaydi. Yangilanishlardan eng hayratlanarli qismi bu tezkor zaryadlash funksiyasi. Vaqt ziqligida hech kim mashinasini soatlab zaryad olib turishni yoqtirmaydi. BYD ta'kidlashicha, yangi tizim batareyani atigi 5 daqiqada 10 dan 70% gacha zaryadlay oladi. Agar 9 daqiqa kutilsa, avtomobil zaryadni 97% gacha yetkazadi. Yana ham e'tiborli tomoni uning sovuq havodagi ishlash xususiyati. Harorat taxminan -30 gradusgacha tushganda ham zaryadlash odatdagidan atigi 3 daqiqa ko'proq vaqt oladi. Ko'pchilik elektromobillar past haroratlarda ancha qiynaladi. Shuning uchun bu tizim sovuq kunlarda katta ustunlik ta'minlaydi. Modelning tashqi ko'rinishi BYDning Dynasty dizayn uslubida ishlangan. Avtomobilning old qismida kumush rang panel va juda ingichka qoramtir faralar bilan bezatilgan. Bamperlarda vertikal havo kirish qismlari bo'lib, ular mashinani yanada kengroq va agressivroq ko'rsatadi. Kompaniya uchun bu avtomobilning muvaffaqiyati juda muhim. Garchi BYD ko'plab elektromobillar sotsa ham, Yuan Plus modeli so'nggi paytlarda Xitoyda biroz qiyinchiliklarga duch kelmoqda. O'tgan yili u har oy 10 ming donadan ortiq sotilayotgan edi. Yaqinda esa bu ko'rsatkich yanvar-fevral oylarida atiga taxminan 2 ming donagacha tushib ketdi.